Captiva ishqibozlar uchun do'stlar marhamat, Avtobozor kanalida 2017-yil ishlab chiqarilgan, o'sha oxirgi ishlab chiqarilgan Captiva Tour kraska top toza 20 ming probegda, eng holati yaxshi, minishga tayyor deyapti egalari. O'sha S7 deb qo'yadi, bir xil Captiva Tour deydi. Xullas shunaqasidan 20 ming yurgan, kraska toza. 2 tur bo'ladi motor, bilasizlar. Mana 2 tur ekonomishniy motorda, boshqa Captivalarga qaraganda. Xo'p, plus yangi mashina 20 ming yurgan, kraska toza. Narx nech bo'lar aka? 27 ming. Bu sotilish bahosi emas, kelishiladi yana do'stlar. Kam ko'rsini mashinaning ustida savdolashib kelishasizlar. Xo'p. Avtomat, podagri knopkachalari, kojinli o'rindiqlari ko'ryapsizlar. Yangidek turibdi.